Привет, Алиса. Hello. Алиса. Рада вас слышать. Привет. Кстати, я знаю, какая погода завтра. Только спросите, и я расскажу. И какая погода? Сейчас плюс 31. Сегодня от плюс 21 до плюс 34. Осадков не обещают. Я хочу купить этот дом. Что советуешь? Узнайте все о доме, документы, состояние, цену. Не торопитесь с решением. Спасибо большое. Хорошее слово. Люблю, когда мне его говорят. Ох, mana shu narsani yaxshi ko'raman. Mana shunaqa aqlli Alisalar bor bugungi uyimizda. Mana bu uyni sotib olishingiz uchun 4 ta sababni keltirib o'taman. Birinchi sababi bu uyni narxi, shokolad narxda sotiladi. Ikkinchi sababi qavati 3-qavatda bo'lyapti. Uchinchi sababi esa kvadraturasi juda ham katta 93 kvadrat metr gulxo'y xonalarsiz. To'rtinchi sababi esa bunaqa narxda qaytib uy topolmaysiz. Video tushunarli bo'lishi uchun har doimgidek bir boshdan boshlaymiz. Mana bu uyimizning kirish eshigi, 3-qavatdan kirish eshigi va bu yerda prixojiyni mebel o'rnatilgan. Uyimizning ta'mirlari prosta saf qo'sim qilingan, juda ham chiroyli ta'mir. Mana shunday G obrazli hol bo'lyapti va bu yoqda xonalar joylashgan. Mana bu joyda bitta ko'rsating. Uyimizda kattalar yotoqxonasi bo'lar ekan. Ota-onalar yotoqxonasi. Uyda deyarli hamma narsa qoladi. Mana ko'rsating, mebel, texnika, deraza hamma xonasida, gulxo'y xonalar yo'q. Pollari topli pol, hamma joyda xonalarimizda laminat, qolgan joylarimizda esa kafel qilingan. Va bu tomondan uyimizda umumiy sanuzilini ko'ramiz. Marhamat, to'liq kafelda. Ranglariga e'tibor beramiz. Dushovi kabinalar qilingan. Suvini bitta tekshirib o'taman do'stlar. Suv 24 soat bor. Mana kunduz olyapmiz videoni. 24 soat suv bor. Va oshxonasi. Menga eng yoqqan xona mana shu oshxona bo'ldi. Studiya qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda ko'rganingizdek yumshoq mebel va mana bu tomonda esa stol ham qo'yilgan. O'tirib ovqatlanib bemalol maza qilishingiz mumkin. Undan tashqari ovqat pishirish zonasi mana shu yerda alohida bo'ladi. Xohlasangiz mana shu yerga stiklarni qilib yopib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Uyda aytgandek, uyda aytdi, mana shu kirish mashinasi bilan zalda bitta katta televizor bor, o'sha olinadi. Agar kelsak, bularni ham tashlab ketamiz deydi. Ovqat pishirishingiz uchun hamma sharoitlar qilingan. Poldan patologgacha maxsus oshxona mebellari. Bugungi uyimizda ikkita balkon bor. Televizor har bir xonada, konditsioner ham bor ekan. Mana bunaqa ochiq yo yopiq balkon ekan. Biroz narsalar ko'p ekan, tartib qilib olsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Ketdik zalga va bolalar yotoqxonasiga o'tamiz va undan so'ng narxini aytib o'taman. Narxi shokolad do'stlar. Zalga o'tishimiz, demak, 2 tabaqali eshik orqali o'tarkanmiz. Va men aytib o'tgan televizorimiz yaqinda o'zi 2 kun bo'ldi olganimizga dedi. Pul juda zarur, shuning uchun arzon narxda sotilyapti do'stlar. Va bu tomonda ham balkon bor. Mana. Bu yerda ham xuddi oshxona kabi bir xil balkon joylashgan, yopiq balkonlar va zalda o'zida 2 ta deraza joylashyapti. Shularni ham ko'rsatib o'tamiz, hurmatli operator. Mana 2 ta deraza, yorug'lik juda ham zo'r tushadi. Har bir xonamizga quyosh nuri tushadi va bu tomonda bolalar yotoqxonasiga o'tarkanmiz. Mana. Wow. Bu yerda ham deraza, kattagina derazalar bor. Ko'rishingiz mumkin. Kravatcha bor, fotologlar shakllari mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, ushbu uyimiz Samarqand shahar Sartepo hududida joylashyapti. Mo'ljal esa 55-maktab. Shundoq maktabning oldida joylashgan yangi dom 5 qavatli adashmasam domimiz. Uyimiz 3-qavatda bo'lyapti. 93 kvadrat metr umumiy maydoni, kadastr bor. Naqd va ipoteka asosida ham sotiladi. Uyimizga $69,000 so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Shoshilinglar. Luba joyda tekshiringlar, bunaqa narxda yo'q, hali chiqmagan. Bu sensatsiya. 69,000 ozroq savdosi bor. Qiziqqanlar kelinglar, sotib olinglar, maza qilinglar. Uyda pashta hamma narsa qolyapti. Ta'mirlar juda ham a'lo darajada. Aboylarni ko'rishingiz mumkin. Moyishi yaxshi aboylar qo'yilgan. Sartepo 55-maktab. Sartepodan uy so'raganlarga yoki Novostroykadan katta uy so'raganlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat.